Taajjub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Vaqtiki kelib payqaganingda ham xuddi azaldan bordek tuyuladi. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida bamisoli daryo ustida qalqib yurgan xasdek hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, shahrimizning qayeriga bormang, hammaning og'zida shu. Har bir mahallada du gap. Umidaning oshi olchi. Shunday yigitni shaydo qilsa-ya. Umaringizni boshimga uraman. Umar aka! Voy, kim ekan u? Ketib borgan qiz ekanmi? Qishanglamay o'lsin. Dada? Xo'sh, nima bo'ldi? 5. 5? Ichi. Barakalla, barakalla qizim, barakalla. Rahmat. Hammamiz birga borib Komsomol ko'liga bormoqchi edik. Mayli qizim, mayli. Xayr. Umar aka, bu yoqqa keling. Rahmat. Uyga borishim kerak edi. Qo'ying, boraversinlar. Onalardan balo qolarlar. O'tiringlar, o'tiringlar. Keling. Hormanglar. Ovqatga yaqinroq o'tiring. Ham oshirga to'g'ri. Cho'ndik peshishsin. Yana shunaqa kelsa oyog'ini sindiraman. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom voy podshohim. O'g'lim Umarjonni ko'rmadingizmi? Yo'q, o'g'lingizni ko'rganim yo'q. Aytdim-ku. Sayyora qo'shnimiz bo'ladi. Ovqatingizni yeng. Demak, bugun kechqurun boramiz-a? Oyingizdan so'radingizmi? Nima endi hadeb? Oyingiz deyverasiz. Ha? Uyingda ovqating yo'qmidi? Yaxshimisiz? Dinle. Dedim tamam bo'ldi. Yuringlar ishga. Men ketdim. Qachon uyga borasan?
Yarim kecha Kechqurun majlisimiz bor. Hay menga qara, hay. Voy. Agar men siz o'rningizda bo'lsam, o'ylab netib o'tirmasdan konservatoriyaga kirgan bo'lardim. Kira qoling. Agar jindakkina ovozim bo'lsa, artistka bo'lardim. Bilasizmi, bu qanday baxt? Faqat artistligina baxtimi? O'rtam yana ashlachi bo'lgandan ko'ra, yaxshi ishchi bo'lgan ma'qul, shundaymi? Zavodga kirsam, jon deb ishlardim. Qora ishchi bo'lmoqchimisiz? Nima qildi? Bir harakat qilingchi, zoraki siz direktor qilib tayinlashsa. Sayyoraxon. Qo'shnijon! Voy, buyoqqa chiqing, televizor ko'ramiz. Hozir. Yonimgina. Tezroq, konsert boshlanadi. Ha, Erjon, buguncha erta kelibdilarmi? Boshlandi. Nimadan chiqmay qoldi? Samovarda osh qilgan edik. Ko'proq yeb qo'yman. Sho'rginam qursin. Ha, uyim bor demasangiz, xotinim bor demasangiz, yo aqal o'g'lingizni eslasangiz bo'lmaydimi? Tavba. Sizga samovar bo'lsa-yu, palov bo'lsa-yu, pulpatchilik bo'lsa bas. Ha, akangni sayraqsi. Ha, ovozni o'chsin. Bulbul go'yo sayraganda bedanalar tilin tishlaydi. Ha, mayli, bo'pti. Gapimga quloq soling. Ombor mudiri bo'lsangiz ham, mudir degan nomingiz bor. Qaysi ministrdan kamsiz? Vaqtida mo'ylov qilsangiz, Umarjon bechora ham bir nimaga mudir bo'lib qolardi. Hech bo'lmasa bo'tkada o'tirib suv solsa ham bir ikki bo'lardi-ku. Hov! Hamuncha parvoyi palaksiz. Men siz bilan gaplashyapman. Bechora Umarjonning ishi ham ishmi? Ertayu kech qorasini ko'rsatmaydi. Buni ustiga yana majlis o'lguri ortiqcha. Ha. Axir bugun ham majlisda qoldi-da. Bedaraga suv quyish ham esdan chiqmasin. Ha, suv ichmak zaharni ichsin.
Shundan boshqa tashvishim yo'qmi? Tengqurlarim allaqachonlar kelin ko'rishib, 7 qavat ko'rpachada o'tirishibdi. Umarjonni boshini ikkita qilaylik deb, jag'larim tushib ketdi-ku. Ha, bedana bo'lsin, bedanagina bo'lsin ilohim. Shundan boshqa tashvishingiz yo'q. Sayyoraxon! Sayyoraxon! Mahmud aka. Salom. Yaxshimisiz? Nima qilasiz? Qani yurib biz hozir kelamiz. Armiyadan qaytib keldim. Hozir zavod ishlayapti. Ha, uncha tikildingiz? Ertalab qarab to'ymadingizmi? Umidaxon, shunaqa deng. Endi nima qilmoqsiz? Bilmadim. Bo'lmasa, bizni zavodga kira qoling. Konserv pishirishganmi? Nima qilibdi? Konservani yeyishsiz u zavod ishlashga or qilasiz. Bizni zavoddan davom ketgan zavodlardan. O'zbekistonning orchasini, pomidorisini odamlar Shimoliy qutbda, qorda, muzlagan yerda yeyishadi. Yomonmi? Sizni Sayyoraxonam chakki emas. Konservatoriyani bitirsa bormi? Qani endi Sayyoramni sahnada ko'rsam. Hali qizim shunday yaxshi artistga bo'lib yetishadiki, butun mahallada duv-duv gap bo'ladi. Bulbulim, bulbulginam. Shunday qilib, bizni zavodda ishlaganingizda juda yaxshi bo'lardi-da. Ertaga ko'rishamizmi, Sayyoraxon? Albatta. Xayr bo'lsin. Xo'p, xayr. Yaxshi bo'ling. Salomat bo'ling. Nima deb pichirlayapsan? Oyijon, zavodda ishlasam, bilasizmi? Yo'q, bolam, yo'q. Gapimga quloq soling. Asti gapirma. Artistlikda ulug'vor ish bormi? Mahallamizdan artist chiqsa yomonmi? Axir men yaxshi ashulachi bo'lamayman-da. Qo'ysangchi bolam. Shu husning bilan qora ishchi bo'lmoqchimisan? Men ham shunday qilaman. Gapirma, qizim, gapirma. Seni yo'rig'ing boshqa. Qizimni oyog'i tolmasin, qo'li qavarmasin deb otangni umri mehnatda o'tdi-ya. Sekinroq qo'ni qo'shlarni boshingga ko'taryapsan axir. Siz aralashmang, otasi. Axir hamma qizlar shunday qilyapti-ku. Menga so'z qaytarma. Qo'y endi o'zi ixtiyoriga. Bilganini qilsin. Shunaqami? Men o'z qizim deb kuyib pishib yursam, meni o'gayligim darrov bilinib qoldimi? Qo'ying, yig'lamang. Bo'ldi. Mayli, siz aytgancha bo'lsin. Rostmi? Ha, rost. O'rgilay qizim. Mana endi o'zingga kelding. Hay adasi, bir muallim topaylik. Sayyorani konservatoriyaga tayyorlasin. Men o'zim topaman. Ertagayoq.
Qo'shnilar! Nima gap, qo'shni? O'tiring. Ay, beqir chiqa qoling. Moskvadan xat keldi. Aha. Ha, Azimjondan. Hay, voy, hay. Iya. Voy, voy. Hay, tezroq kelsangiz-chi. Voy, qo'limdan torting. Qani, Voy, hay, sekinroq, ha. Ko'ylagimni yirtib yuboraydi deysiz. voy pashsham tushma kerak. Ko'chadan ketyapti bo'lmasmidi? Ha, Azimjondan kelgan xatni mendan oldinroq bilib olmoqchimisizlar? Ha, nima xabar? Oy Podshoxon, o'g'lim kuzga yaqin kelar ekan. Aa, Injenerlik qog'ozi qo'liga tegishimdan butunlay kelar ekan. Qog'oz emas, diplom. Binokor injener diplomi. Umrini bergir Sayyoraxonga xo'p munosib yigitda. Qani, aylanay, o'qing-chi. qani eshitaylikchi, o'qing. Aziz onajon, men sizga bir surpriz tayyorladim. Borganimdan keyin aytaman. Ko'rsangiz og'zingiz ochilib qoladi. Mehribon o'g'lingiz Azimjon. Voy. Surpriz? Surpriz degani nimasi? Menimcha bu kir yuvadigan mashina bo'lsa kerak. Aha. Ha. Voy, tinchimagan odamlar, ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya? Qarang, Halimaxon. Kirdi mashina yuvsa-ya. Ey, tavba. Uyda chaksa uni yo'g'i tom boshida qo'shtandir. Ha, kir yuvadigan mashinani boshingizga urasizmi? Ey, seni. Hay, Mehroba, bu surpriz degani televizor bo'lmasin, tag'in? Obbo, o'quvchi bolaga televizor tushib qoptimi? Hay, poshsha, nega o'quvchi bola bo'lar ekan? Azimjon endi injener. Hali qog'ozini qo'liga olgani yo'q-ku. Meni o'g'lim Azimjondan ko'p pul topadi. Hay, poshsha, yaxshi emasan. Poshsha, Xudoga shukr, hech kimdan kamchiligimiz yo'q. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda. Birovlarning uyida chiqib hatto tayyorlaydi. emasmi, poshsha? Xo'p, baloginaga uchrabgina ketdi. Ha, o'g'ling bilan Qardishing o'zing ursin. Endi kelinda harakatini qilsam bo'lar ekan. Bo'lmasamchi. Kelin qilaman desangiz, qiz qidirishni ham hojati yo'q. Ha, oy desa og'zi, kun desa ko'zi bor. Soch tovoniga yetgan bir qiz bo'lsa-ya. Hay, kim aytyapsiz? Ana o qizda? Hov, ana o imorat. O'sha qiz chizgan suratga qarab solinayotganimish. Ha. Nomi arxitekt-imish. Qarang. Xo'p, ham chiroyli imoratmi? Chiroyli bo'lgan bilan juda balandda chiqib bo'lamiz. Voy, baland bo'lgan bilan mashinani o'zi chiqarib qo'yarmishda. Ha? O'g'lim o'zi shunday degan edi. Tinib tinchimagan odamlar, ey. Nimalarni o'ylab chiqarishmaydi-ya? Hay, Mehroba, qizni o'zingiz ko'ruvdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q hali. Voy, bedavo bir qiz bo'lmasin tag'in? Voy, Halimaxon. Bedavo qiz bo'lsa shunday chiroyli imoratlarda suratini chizarmidi? O'zingizni sayyorangiz xunuk bo'lsa chiroyli ashula aytarmidi? Haya. Voy, esim qursin. Sizga aytaman deb esimdan chiqdi. Sayyoraxon konservatoriyaga kirish harakatda yuribdi. Uyda dars olganni muallim ham topibdi. Shu xolosmi? Muncha shoshqaloqsiz. Qani, bu yoqqa kelingchi. Mana bu strelkani ko'ryapsizmi? Shundan ko'zingizni olmang. Nega deganimizda bu qayoqqa qarayapsiz?
Yigitlarga emas, manometrga qarashga. Mana bu Yaroqon. Usta bo'lib qoldingizmi? Siz ham shoshqaloq ekansiz-ku. Boring ishingizni qiling. Kechirasiz. bolxonada o'tirgan kim? Bu ayolni tanimagan odam bor ekanmi? Mehrixon-da. So'raganda aybi yo'q. Nima qilib nom chiqargan? Shuni ham bilmaysizmi? Injener Azimjonning onasi-da. Ha, shundoq deng. Bo'lmasam bu chiroyli imoratni shu kishining o'g'li quribdi-da. Yo'q, bu kishining o'g'illari ham yaxshi uylar quradi-yu, lekin bu imoratning suratini Mehrixonning kelini chizib bergan. Arxitektor. Ha? Arxitektor. U nima bo'ldi? Sadqai mahalla ketingi. Assalomu Salogina o'tiratsizlar. Qattiq qilibgina o'lding iloyim san. Postiginangga somon chiqilsin. Voydan, voy o'lmasam. Voy. Voy changing boshingni yeslar, yuragim chiqib ketyapti. Xola, kimni qidiryapsiz? Bir qizni qidir yuribman. Kim ekan u? To'l degan. Arxitektor. Xolajon, shu yerda tura turing. Men hozir idoradan bilib chiqaman. Xo'p. Hay. Qo'rqmadingizmi xola? Voy, nega qo'rqar ekanman aylanay? O'g'lim o'zi aytgan edi. Mashina tepaga lip etib chiqarib qo'yadi degan edi. O'sha lip degani shudir-da, Siz qidirayotgan qiz otpuskga ketib qolibdi. Hozir Moskvada ekan. Moskvada? Ha. Ota-onasi Moskvada ekanmi? Yo'q, ota-onasi shu yerda Tirchiqda ekan. Moskvada yigiti bor ekan. O'sha yigitga tegibdi deyshadi. Yerga tegibdimi? Moskvaga bor, yerga tegsa-ya.
Voy. Tinib tinchimagan odamlar. Ha Toshkentda ham yigitlarning urug'i ko'p edi-ku. Граждане пассажиры, продолжается посадка самолет. Yo'q, Aysa. O'zimiz kelishganday bo'lsin, xo'pmi? Chirchiqdan qaytganingizdan keyin onam bilan birga turing. Yo'q, Azimjon aka. Men qo'rqaman. Gap so'z bo'ladi. To'y qilib 4 odamga ma'lum qilmasdan, mahalla bilmasdan bo'lar ekanmi? Shuning uchun ham oyim bu haqda hech narsa bilmasligi kerak. Yo'q, Azimjon aka, axir qanday qilib men sizni onangizni aldashim mumkin? Iltimos qilaman. Azizaxon. Jonginam. Xo'p deng. Xo'p, roziman. Xayr. Yana Aslonga ro'para bo'lar ekanmiz-da. Tezda kelaman. Shunaqayam besabirmisizlar, ha? Ya o'zi qayerda yuribsiz, Arslon aka? Shunaqayam bo'ladi, men sizdan kutamiz. Qayerda bo'lishi mumkin axir? Qurilishchilisida-da. Ne bo'lib edi? Tag'in qayerga shoshilyapsan? Ishim bor. Qanaqa ish? Majlisga borishim kerak. Ha, bilaman. Majlis bahona-yu diydor g'animat. Voy. Rahmat. Hay, menga qara, shoshma.
Hoy, hoy! Ha sen ham biror martaba odamga o'xshab o'tirib ovqatingni yesang-chi. Keyin oyijon. Bu qiz o'lgur bola bechorani boshini aylantirib qo'yganga o'xshaydi-da. Gapiravering Umar. Rostini ayting. Agar biz haligi Qattiqroq gapiring. agar biz shu ahvolda ishlasak, masalan, bugungi kunni olaylik. Bunaqada imorat qachon bitadi? Tugani dumi yerga tekkanda. Gapiring Umar. Gapiryapman. Mana. Kranim bugun tushgacha bekor turdi. Menda emas. Siz uchastka boshlovsiz-ku. Ayb kimda bo'lmasa? Shem o'rtoqlar, shem. Gapiring. Kranim bekor turdi. Qancha ishchi ishsiz qoldi. Bu kishi aybdor emas, kim aybdor? Men aytishim mumkin. Uyingizga borib, otangizdan so'rang. Otangizga O'lan ko'pdir, yor yori. Voy, keling, eson-omon yuribsizmi? Qani o'tiring, qo'shnijon. Keling. Voy, munchayam chevar bo'lmasangiz. 4 tani qoplabsiz chog'i. 4 ta emas, 5 ta qo'shnijon. Ha, kelinni kelganda ko'ru, sepini yoyganda ko'r deyishadi. Xudo o'shanga yetqizsin-da qo'shni. Ha, yetganingiz shu-da qo'shnijon. Mana Xudoga shukr, qizingiz ham bo'yiga yetib qoldi. Meni o'g'lim ham katta yigit bo'lib qoldi. Sayyora erga tegmaydi. Voy. Ha, erga bermay boshingizga yastig' qilarmidi? Sayyorani bizga yukitishayotgani yo'q. Yoki Azimjonni ko'zlayapsizmi? Unday bo'lsa aytay. Rostdan ham Azimjon Moskvadan injener bo'lib qaytsa, ministr qizidan pasini cho'qimaydi. Meni o'g'lim kimdan kam? Voy, nega kulasiz? Voy, qo'shnim tushmaguray. Umarjonni birov yomon deyaptimi? Ha. Xudoga shukr. Otasi ham 2 tani bittasi-yu 3 tani oldi. Bilib qo'ying. Yana odamlarni ishdan qo'ysangiz, o'zingizdan ko'ring. Uydagi bulbuli go'yo kamlik qilgan edi. Endi bu kishi ham meni boshimga keldi. Biz o'zimizcha bu yerga kelganimiz yo'q. Bizni komsomol tashkiloti yubordi. Komsomol rejim yengil kavaleriya. Voydo! Siz qo'ysanlarmi yo'qmi? Yedilaring qo'y, yengil kavaleriya emish ha. Xayriyatki og'ir artilleriya emas ekansizlar. Bo'lmasa meni to'pga tuvararmidilaring? Sizni to'pga tutib ham tebratib bo'lmaydi. Tepsa tebramas deganlar shu-da. Ha, yashab oqiradingiz. Xudo o'z panohida asrasin. Shunaqa kelin tushmasa bormi? Boshingda yong'oq chaqib maymundek o'ynatadi. Ha, yaxshi kelin tushsa berdi Xudo. Yomon kelin tushsa urdi Xudo. Ha, mana endi o'zingizga keldingiz. Ana u qiz qalay ekan? Qaysi qiz? Ha, tobay, ana u imoratlarni suratini chizadigan arxitektor qizchi. Bu yetti uxlab tushimga kirdimi? Ha, unaqa qizni nima qilardim? Sayyoraxonda zax tovushi bor-da. Qo'shnijon, Sayyoraxonda tovushi juda Azimjonga yoqar edi-da. Qani Azimjon Moskvadan kelsinchi. Balki ha. Qani Sayyoraxon konservatoriyani bitirsinchi. Balki ha,
Iloho aytganingiz kelsin, Halimaxon. Voy, qo'ying qo'shnijon, Sayyoraxon supurib beradi-ya. Sayyoraxon, qizim. O'g'lim. Voy. Ha? Yasanib qopsiz. Tag'in qaqa shoshilyapsan. Bir joyda zarur ishim bor. Hech ishingiz bitmas ekanda. Qanaqa ish? Juda ham zarur ish, oyijon. Tavba. Majlisimiz bor edi. Men ham otang bilan majlis qilib senga bir qiz topib qo'ydim. Mengami? Ha, bo'lmasam otangga o'lamidi? Kechirasiz, oyi. Xotin kerak bo'lsa, o'zim topib olaman. Ko'nglimdagini olaman. Bekor aytibsan. Erkak kishi xotin kishining yaxshi yomonligini qayerdan biladi? Men qiz bolani bir marta hovli supurishini ko'rsam, bas, darrov bilaman. Ana yur. Beroqdi. Ana ko'ryapsanmi? Ana. Qara. Sayyora-ku. Yo'q, rahmat. Yura qol. Yo'q. Yo'q. Voy. Buyoqqa kelgin. Kimga kelin qilmoqchisiz? O'g'lim Moskvadan kelsin. Undan keyin bilasan-da qizim. Yura qol qizim. Yo'q, rahmat. Yurgin, men sharpalarni senga ko'rsatay, yura qol. Yo'q. Voy, yur. Yo'q. Yura qol qizim. Yo'q, rahmat. Kelinga atab shunday sharpalar qilib qo'yganmanki, o'sha narsalarni ko'rgin sen qizim. Yergina yetsin bu jodigarni. Voy dod, voy sho'rim qilsin. Voy so'marib erib ketibdi. Voy endi qanday qilaman? Voy. Ha! Sayyorani o'g'limga olib bermasam, ay poshona u boshqa qo'yaman. Ha, keldilarmi? Bemalol xo'ja. Sayyora keliningizni birovlar yo'ldan urib ketsa ham, siz avvalingizdan beri kelmang. Parvo qilma. Kelinni Umar o'zi olib keladi. Yengil kavaleriyani. Nima? Mana qizim, ko'ryapsanmi? Kim meni kelinim bo'lsa, mana shuni hammasi o'shaniki. Azimjonni bolaligidagi do'ppichasi. Shuni saqlab qo'yibman. Iloyim nevaraginamga nasib qilsin. Qara. Yarashdi. Voy, kim ekan? Qo'shnijonim, yo'qa chiqing. Moskvadan aziz mehmon keldi. Bolaginamdan xat. O'z qo'lim bilan yozgan xat. Voy, nega tika turibsiz? Aylanay. Yuring bu yoqqa. Menga bering. Voy, qadamlaringizdan o'rgilib qo'ya qolayin. Qani ayvonga chiqing. Sen darrov dasturxon olib chiqing qizim. Qani o'tiring. Xush kelibsiz, aylanay. Xushvaqt bo'ling. Hay. Bolaginam bu xatida nima deb yozgan ekan, ha?
topilguncha bir oy shu yerda tursam. Shuni sizdan so'ragan edim. Jonim bilan girgitdan. Uyimni to'g'ri sizniki. Voy, qo'shnim chiqyapti. Tanishing. Assalomu alaykum. Salom. Eson xush kelibsiz. Azimjon qachon kelar ekan? Yaqinda kelib qoladilar. Voy, og'zing. Ya qarang. Sirday qiz a? Ha, chiroyli. Ha, shuni kelin qilmoqchiman. O'g'lingiz yozganlar-ku. Nima deb yozgan edi? Axir sizga sovg'a kelmoqchilar. Ha, sürpriz. Mana u qo'shnim bilan u sürpriz nima degan narsa ekan deb o'ylab o'yimizga yetmasak-a? O'g'lingiz uylandilar. Nima? Voy, o'lmasam. Chindan-a? Voy, o'lmasam, voy sho'rim. Ha. Ajab bo'pti. Ana sürprizu, mana sürpriz. Ana kir yuvadigan mashina-yu, mana televizor. Nega ag'rayasiz? Agar farzandni ota-onadan beso'roq uylanishi sürpriz bo'lsa, xotirjam bo'ling. Bizning uyimizda bunday sürpriz hech qachon bo'lmaydi. Sayyoraxon o'zimizga qoldi. Of. Qanaqasidaysiz? Baribir. Bizga bitta mag'izli, bitta qilibdan. Mag'izli yo'q. Bo'lmasa pistaligidan. Pistaligi ham yo'q. Shokoladligichi. Hozir so'rab qo'yaman. Namuncha uf tortasiz? Axir sababini aytdim-ku. Shokoladligi ham, klubnayligi ham yo'q. Qanaqasi bor bo'lmasa? Qaymoligi, boshqa hech qanaqasi yo'q. Qaymoqlidan yeymizmi? Baribir. Bo'lmasa sizga kimga uylanishingiz ham baribirmi? Shunday muncha uf tortasiz? Sizga aytdim-ku. Sayyora juda ham yaxshi qiz. Lekin siz boshqa, u boshqa. Siz bilan birga ikkalamiz birga yurganda xalaqit bermaymizmi? Xo'sh, qanaqasidan yeymiz? Shokoladnidanmi? Yo, qaymoqligidanmi? Nafasim qaytib, dunyo torib ketyapti. Mening bunday bolam yo'q. Bergan sutimga rozimanman. Xotin opti, qayerga olib borsa olib boraversin. Men uyimga qo'ymayman. Ha. Qaqa qizim. Sizga dardisar bo'lmang. Qarg'ingiz oshib toshib ketdi. Unaqa qilmagin qizim. Odam taftini odam ko'taradi. Mahallada men qanday qilib bosh ko'tarib yuraman? Bu alamlarga men qanday chidayman? Mana shularni hammasini kelinimga atagan edim. Maskovda boshini aylantirib tegib olgan u magazinga beradigan molim yo'q. U taviya o'g'limga munosib emas.
Siz uni ko'rganmidingiz? Ko'rmasam ham bilaman-da. O'zi bukri, ko'zi g'ilay, tishi so'ylaq, lavi do'rtaq bir balo qizdir-da. Bordi-yu, u sizga yoqib qolsa-chi? Qo'ying, unaqa dema. To'y qilarman, orzu havas ko'rarman deb o'ylagan edim. Nahotki shu niyatda o'g'il o'stirgan bo'lsa. O'g'lingiz keladi. To'y tomosha qilasiz. Ha, to'y tomosha qilib berib bo'pman. Bu ish endi mahallada duv-duv gap bo'ladi. Mo'ljallab yurgan qizlarim bor edi. Bittasi Sayyora. Sayyora? Ha, yana bittasi arxitektor degan qizim edi. Arxitektor? Ha, o'sha imoratlarda suratini chizgan qiz. Nasib qilmagan ekan boshqa bir yigitga tegib ketibdi. Onani ko'ni bolada, bolani ko'ni dalada bo'lar ekan qizim. Xafa bo'lmang oyijon. Hamma ishlar joyida bo'ladi. Iloho, ayaningiz kelsin qizim. Onam bo'lganda men ham uni yaxshi ko'rardim, izzat qilardim, lekin sizga o'xshab qo'rqmasdim. Onamni yaxshi bilmaysiz. Siz qo'rqsangiz o'zim gaplashaman. Ertaga gaplashaman. Ketamiz. Nima meni yeb qo'yarmidi? Yeb qo'ymaydi-yu. Lekin qiz bola yigitning uyiga borishi ularning odatiga to'g'ri kelmaydi. Men sizni oldingiz emas, onangiz oldiga boraman. Baribir. Nima desa baribir ekanda? Axir onamni yaxshi bilmaysiz-da. Onangizni bilmasam, otangizni bilaman. Otangizga uchraganidan yeb qo'ygani yo'q. Otamga? Ha. Qachon uchradingiz? Bugun ishidagi kamchiliklarini yuziga shita-shita aytib berdi. Nima? Xudo urdi endi. Injener-ku qo'ldan ketibdi. Ha, endi meni o'g'limdan boshqa yaxshiroq kuyovni qayerdan topa qolasiz? Qo'ng'iz bolasini oppog'im degan ekan. Ha, tupuri tikonam yumshog'im degan ekan. Ha, yumshog'im bo'lgan bilan Sayyoraxonga tuya to'g'risa gapirib ko'ring. Bir liniyasini tiqib olsinki. Voy, o'lmasam. Hay, odobli qiz kuyov to'g'risida og'iz ochmaydi. Kuyib pul bo'lsa hamki, birovlarga sir boyirmaydi. Ha, Mashallah, Umarjonning ma'shuqasi bor-ku. Voy. Soddaligingiz ham bor bo'lsin. Jazzasi Azayimxonga 200 so'm qistirsak, darrov ma'shuqasidan sovutib Sayyoraxonga isitadi. Ana undan keyin qarabsizki, ikkalasi Layli-yu Majnun bo'lishadi-yu qolishadi. Boring-a. Hay, voy, voy o'lmasam. Hay, nima qilyapsiz, Halimoy? Voy, qo'ynagimni rasvo qilib qo'yapsiz. Voy, qilig'ingiz ham qursin. Voy. Hay, menga qara, gapimga quloq soling. Sayyora? Siz bu yerda nima qilib yuribsiz, Sayyora? Men ashula aytaman.
O'zingizchi? Men bu kishi yangi binomizning proyektini tuzib beradilar. Arxitektor. Ketdingmi? Aziz opa. Sizdan iltimos, meni bu yerda zavodda ko'rganingizni hech kimga aytmang. Nega? Agamni yashirib yurgandim. Bilasizmi? Xo'p. Lekin meni ham bitta iltimosim bor. Arxitektor ekanligimni birov bilmasin. Siz nega yashirasiz? Vaqt soati kelguncha yashirishim kerak. Hech kimga aytmaysiz-a? Yo'q. Xo'p. Xayr. Voy. Zavod ishlaydi-da. Tavba. Demak, kelishib oldik, a? Yo'q, men televizorga chiqmayman. Nimalar deyapsan? Karnavalga odamlarning diqqatini tortish kerak. Televizorni minglab odamlar tomosha qiladi-ya. Ular orasida oyim ham bordi. Bo'lsalar nima qildi? Uyimizda televizor bor. Xo'sh. Zavodda ishlayotganini bilib qoladi. Voy, xudo urdi ketdi. Boshida qudovalaylikni ham ko'rmadingiz. Endi nima bo'ldi? Abiyaki qanaqa bo'ldi? Voy, sharmanda bo'ldim. Ya ha, menga qarang. Ha, ikkalasi kuppa kunduz kuni quchoqlashib yurishdi. Bunisiga nima deysiz, ha? Hay qo'shni, endi konservatoriya nima bo'ladi? Agar hay qo'shnijon, baqirmang, bu yoqqa kiring. Bu yoqqa kiring, aylanib ketay. Keling. O'lmasam. Hay qo'shnijon. Agar konservatoriyada konserva qilinadigan bo'lsa, qizingiz Sayyoraxon konservatoriyaga kirish uchun konserva zavodida tayyorgarlik ko'ryapti. Voy, sho'rim. Ha. Bu yoqqa yuring, Xudo. Meni gapimga quloq soling. Shu Sayyoraxon bilan Umarjonni qovushtirib qo'ya qolganzam tuzuk bo'lar. Nima dedingiz, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Eniga tushsin. Charchadim. Qani endi kelining bo'lsa-yu, xizmatingni qilsa. Tengqurlaring allaqachonlar bir ikki bolalik bo'lishdi. Endi sen ham uylanib qo'ya qol, o'g'lim. Ha. Men Sayyoraxonni onasi bilan allaqachonlar ishni pishib qo'yganman. Gap bitta, xudo bitta. Sayyoraxonga bu kishiniki o'yini yo'q emish. Ha, erkak kishi xotini yaxshi yomonni qayerdan biladi? Dada bo'lib siz ham biron narsa deng. Ozda qatiq uyutdingizmi?
O'g'lim, ovqatni yemaysanmi? Menga o'xshab peshanaga bulbul go'yo bitgan bo'lsa, boshing g'urbatdan chiqmaydi. Yengil kavaleriga uchrasang, tirikchilikni uyiga bordan boshlaysan. Uni dastdan bir pach choyxonada o'tirib dam ola olmayman. Oshga qog'oz qayerdan tushibdi? Bir soatdan bir odamlar sizga maqtaldi. Nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Nima? Axir gapirsangiz-chi, nima bo'ldi o'zi? Meni erga berishyapti. Kimga? Paypashar o'g'liga. Endi nima qilsam ekan? Endi nima qilaman? Birpas qarab turinglar. Men oldin kelishingizni oyingizdan so'raganmidingiz? Oyim bilmaydilar-da. Men bilan uchrashayotganingizni oyingizdan yashirasiz. Sayyoraga jo'natdingiz esa mendan yashirasiz. Bo'ldi, endi men sizni bildim. Bas. Mana. Odamga alam qilar ekan. Xuddi men mo'xovdek. Oyingizga aytgani or qilasiz. Oyingizga falonchini yaxshi ko'raman degani qo'rqasiz. Aytdim-ku. Onamni yaxshi bilmaysiz. Lekin men sizni ko'z qorachig'ida ehtiyot qilaman. Meni ehtiyot qilasiz, sayyoraga uylanasiz. Umidaxon. Hamma ish pishgan. Nimasi pishgan? Hozir bilasiz. Salom, Hamid opa. Salom. Salom. Vaqt o'tkazmasdan planni muhokama qilaylik. Quloq solinglar.
bergan ilmi amalkor qildi. Umarjon Sayyoraxonga chip ayol o'sibdi. Yoshlik karnavali qatnashchilari ijrosida beriladigan konsertimizni boshlaymiz. O'chiring. Bu konsertni ko'rmayman, kuymayman. Jindak ko'raylik. Keragi yo'q. Obbo xotin-ey, xotin-ey. Endi sizga konsert ketmaydi. Sizga faqat yor bo'lsa. Bo'lmasam-chi? Bu yolg'onchi qizingiz yana qanaqa namalar o'ylab chiqarar ekan? Kel endi ko'raylik. Yo'q. Uchun baxtu saodat shavqatu shondir hayot. Bebaho hislat fazilatlar uchun kondir hayot. Mehnatu ijod bilan qotar javonin kun sayin gullagan mangu qadam bog'imiz sondir hayot. Halimoy, onasi, kel endi ko'raylik. Yo'q dedim, otasi yo'q. Nima qilyapsiz yarim kechada? Kechasi ham tinchlik yo'q-a. Tavba. Mehnatu ijod bilan qotar javonin kun sayin gullagan mangu qadam bog'imiz sondir hayot. Erkalar kim bag'riga tinchlik farog'at baxsh etib, rang-barang gullarga to'lgan zo'r gulistondir hayot, zo'r gulistondir hayot. Hayot farzandimiz, yurtimiz zivoyaga shu sababdan baxtiyor kunlarda dostondir hayot. Atag'im bir 75 ta talagan kerak. Olib kelinglar tezroq. Hay, menga qarang. Artistlarga eti baxtliroq kelishsin. Hay. Tovushlari 7 mahallaga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olisholmaydi. Hay! To'yday bo'lsin. Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Nechta qo'y oldingiz? Bitta qo'z olgan. Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Olgan qo'ylaringiz semizginami? 5 qop kuni churva ham bo'lmaydi axir. 10 qop kerak, butun mahallaga osh beramiz-da. Bo'ling tezroq. Axir 2 qop. Voy qizim, shu kiyimizni suvab keldingizmi? Eringizni kelishiga shunday chiroyli yasanibsizki. Hay, chiqib u kishini kutib olmaysizmi? Adres ma'lum-ku, o'zlari kelaverarlar. O'zingiz nimaga o'g'lingizni kutolmaysiz? Voy, kutish nimasi? Uyimga qo'ymayman. O'zginamga ko'rinsinchi o'sha megachin. Ana, eshityapsizmi? Peshonamda kelin ko'rish yo'q ekan. O'g'lim meni mahallada shalbizor qildi. Men Xudodan sizday kelin so'ragan edim. Agar sizday kelinim bo'lsa, boshidan suv o'g'ir ichar edim. U jodugar qiz
o'g'limni boshini aylantirdi. Ha? Men bezorman. Diydorlarni sira ko'rmayin. Voy. Bolaginam. Voy, oying o'rgilsin, Azimjon. Keldingmi, bola? Ha, to'xta. O'sha jodugaringdan kechmaguningcha diydoringni ko'rmayin. Yo'qol. Voy, oying o'rgilsin. Sog'inganman, bola. Voy, bolaginam, eson-omon kelding, bola. Voy, onang o'rgilib qo'ya qolsin. Bolaginam. Ana u boshingni aylantirib yurgan jodugaring qani? Ana shuda oyijon. Yo'q, rostdanmi? O'ngimmi, tushimmi? Voy, bo'ylaringdan onang o'rgilsin. Bolaginam, voy, o'rgilib qolay bolalarimdan. Oying o'rgilsin. Eshityapsizmi gapimni? Voy, eshityapsizlarmi? Voy, qurmagin, oy pashay. Hay qizim, o'rsimagin, zaksga kechikasan, onajon. Men kechikmayman. Kuyov to'ra kelyaptilar. Xudoga shukr, qizimni vaqti chog'. To'y o'zi vaqti chog'di. Voy, bizni zamonamizda qizlar nikoh kechasi yig'lashar edi, a? Sevganingga tegadigan bo'lgandan keyin yig'lash nimasi? Voy, sharmanda. Sayyora bilan Umarjon muncha kechikdi. Xotirjam bo'lib kelib qolishadi. Kuyov ham keladi, kelin ham keladi. Kelin qani? Qani kelin? Sayyora qani? Qochib ket. Nima? Voy, Iya. Ana ola. Voy sho'rim, voy o'lmasam.
Topib beringlar sayyorani. Qani topib bermanglar-chi. Boshlaringda yong'oq emas, shoptali mana kelib chaqaman. Xo'p dedik-ku. Ha, topib bering kelinimni. Bo'lmasam bergan to'ylarimni qaytarib beringlar. Qani yuring Halimaxon. Bilasanlarmi bu to'yga qancha moli dunyo olib ketgan? Ha? To'y sizga qimmatga tushdi. Kelinim qani deyman. Sizlarga aytyapman. Boring, sizlarga daraja olib berib yuboring. Ashula aytib qo'yishmasin tag'in. Bekorchi pul bor. Ochiladi. Yaxshi qizlar juda ko'p. Agar Umarjon uylanaman desa, har qanday qiz ham ko'nadi. Menga boshqa qizni keragi yo'q. Ixtiyor o'zingizda. Agar boshqasiga ko'nmasangiz, shuncha qilgan xarajatga kuyib qolaverasiz. Mayli bolam. O'lar ish bo'ldi. Endi boshqa bir qiz topa qol. Boshqa qizni boshim ko'ramanmi? Tez bo'l bolam, hammasi achib satib qolmasin. Boshqasi ko'nmasa-chi? Men o'zim ko'ndiraman. Yalinaman, yolvoraman. Bo'la qol. Bo'lmaydi. Tez bo'l, vaqt o'tmasin. Xo'p deyapman-ku. Nima bo'ldi o'zi? Mana shu qizni. Shumi? Yengil kavaleriya-ku. Yo'q. Mayli. Alo bo'lsa ham mayli. Hammayib qo'ysin-da. Meni kechiringlar. Onasi, Halima oyi. Rozi bo'ling qizim. Xo'pmi? Jonimni qoqay. Girgitoningiz bo'lay. Xo'p deng. Xo'p deya qoling. Daraxtni silkitsa yigit yog'iladi. Hammani oldida meni sharmanda qilmang endi. Oyoqlaringizga poyandoz bo'lay. Xo'p deng qizim endi. Xo'p deya qoling. Onaning ko'z yoshini ko'rsam, ko'nglim buzilib ketadi. Mayli, men rozi. Tiling aka. Dilingizni og'ritgan bo'lsam, meni kechira qoling qizim, xo'pmi? Rahmat. Bolam, xushbelgina, ko'ngli ochiq, yaxshigina qizga o'xshaydi-ku, a? Ko'rib turibsiz-ku, oyijon. Juda ham alomat qizlar. Ha, rostdanmi? Rost. Unday bo'lsa qo'sha qaringlar bolalarim. Voy girgitton bo'lay, o'zi bo'lay. Tasadduq bo'lay. Iloyim baxtli bo'ling qizim. Ser farzand, ser davlat bo'ling. Hay, dadasi, keling, fotiha bering. Voy, nega baqirayapsiz? Qo'rqmang, yeb qo'ymaydi, boring. Ahoy, kelin ro'molini olib kelinglar tezroq.
Yurgin tom bo'lay. Oy parchaday kelib bo'ldi qoldi. Voy tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi? Ha-ya. Qarang. Meni aslagan vaqtimasi yoshgina yerding. Ham yerkayimni sen yoshgina yerding. Ko'ryapsiz? Ushlab turing. Yuring o'rgilay. Oyjon qo'shlarib kelishyapti. Xush kelibdilar. Assalomu alaykum. Ay muborak bo'lsin, muborak. Kelaveringlar. Ha, boringlar bolalar. Boringlar. Qarasib beringlar, boringlar. Yuqoridagi o'zimizning Mehrixonmi? Ha, xuddi o'zi. Assalomu alaykum qo'shni. Yangi uylar muborak bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring, ha. Muborak bo'lsin Mehrixona. Qulluq. Rahmat.